Xonadonni domga solishtiradigan bo'lsak, bir xonali domni puliga 1.2 sotix yer maydoniga qurilgan 4 ta xonali kirib yashashga tayyor bo'lgan xonadonimiz sotuvga chiqarilyapti. Lokatsiyasi qulay, kirishga mana ko'rish mumkin. Qo'limizga bemalol ikkita mashinani joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bir chekkadan xonadonni tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu tarafimizda xonadonimizning mehmonlar uchun mo'ljallangan mehmonxonasi. Xonadonni ko'ryapsizlar, ixchamgina oilada yashashga zo'r, yana bir xonali kvartirada tiqilib o'tirgan oilaga ham zo'rmi. 4 ta xonali, bir xonali domni pulida. Lokatsiyasi qulay. Hozir lokatsiyasiga mana kiritamiz. Mana bu tarafimizda yana bitta qo'shimcha oilaviy o'tiradigan joy qilib foydalanadigan joy qilingan xullas. Mana bu tarafimizda yana bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona joylashgan. Bu yoqda hojatxona hammomimiz, bu yoqda esa xonadonimizning oshxonasi. Okula xonadon holati kelib yashashligiga tayyor holatda. Egalar mana shu xonadonimizga $45,000 so'rayaptilar. Yana kesira tepasida kelishadigan joylar bo'ladi. Xonadonimiz manziliga keladigan bo'lsak, Keles Generalda joylashgan. Okula suv, svet, gaz, kommunikatsiyadan muammo yo'q. Xonadon kadastr hujjatlari ham tayyor holatda. Yana kelib bemalol tekshirib, tepasidan narxini savdolashib baraka qilsa bo'ladi. Quyidagi raqamlar orqali bemalol qo'shimcha ma'lumotni olib, tepasida kelib baraka qilishingiz chiqmasin. Okula ma'lumot o'rnini aytib o'tamanki, xonadonimiz betonkadan 6 km masofa ichkarida, tinch, osoyishta mahallada joylashgan. Xonadon holatini ko'rdinglar, tanishdinglar, egalarga aloqaga chiqib baraka qilish esdan chiqmasin.